Assalomu alaykum Sahiy Agro obunachilari. Bugungi videoyimizda yangi benzinli hamda salarkali motorlarimiz sotuvga yetib keldi. Motobloklarimiz uchun shularni ma'lumotlarini, narxlarini aytib o'tib ketamiz. 17 ot kuchidan 7 ot kuchigacha bo'lgan barcha turdagi benzinli salarkali motorlarimizdan sotuvda mavjud. Narxlari ancha arzonlagan. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, bir vosita narxlari bilan aytib o'tib ketaman. Unda benzinli motorlarimizdan boshlasak, motorlardan tashqari bizda zapchast qismlari ham bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Porshon hamma zapchastlari bor akalar. Sotuvda murojaat qilaverasizlar. 7 ot kuchlilarimiz 2 xil variantda, statorli hamda bestator variantlarda yetib kelgan. Xohlasalaring mana shkifli, remenli traktorlar uchun ham sotuvda mavjud. Xo'sh, motorlari o'sha 1.70 ot kuchli, massa datchiklari qo'yilgan. Xohlaganlarga statorli, xohlaganlarga bestator uchun zavod bo'ladiganidan bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, 680 ming so'm, 730 ming so'm, statorligini esa 950 ming so'mga do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Bularımizga 1 yil garantiyalarini yozib, pechatlarni bosib beramiz. Xo'sh, keyingi tanishtiradiganlarimiz yana benzinli 9, 13, 15 ot kuchli motorlarimizda mana sotuvda mavjud. Kentaur brendiga tegishli hamda Taki brendiga tegishli motorlarimiz bor akalar. Xo'sh, 177 9 ot kuchliligimizning narxi 1.900 ming so'm. 188 imizning narxi 2 million so'm. 15 ot kuchli motorlarimiz esa 2 million 100 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Xohlaganlarga statorli, xohlaganlarga bestator variantlaridan bor mana. Bemalol zakaz beraverasizlar akalar. Keyin oxirgi tanishtiradiganlarimiz salarkali motorlarimiz 173, 178, 186 hamda 190 15 ot kuchli motorlarimiz sotuvda mavjud. Narxlariga keladigan bo'lsak, 3 million so'mdan 3 million 800 ming so'mgacha salarkali motorlarimiz bor. O'zida mana kabellarigacha qo'yilgan, akkumulyator ulatsalang bo'ldi, start stoplarigacha qo'yib qo'yilgan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Chiroyli narxlarda yetkazib beramiz, murojaat qilaverasizlar.